Asab tizimini mustahkamlash uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda kamida 7-8 soat uyqu. Nimaga 7-8 soat uyqu? Miya dam olganda butun organizm, bitta miya emas, butun organizm dam oladi. Bu degani odam ertalab turganda bodri uyg'onadi, tetik, kayfiyati yaxshi. Bu degani kun davomida maza qilib ishlaydi, bemalol ishini qilaveradi degani. Keyingisi ovqatlanish jarayoni ham. Ovqatlanish jarayonida oqsilga boy, vitaminlarga boy ovqatlar yeganda ham inson, masalan, ayniqsa vitamin B guruhi, bu nerv tonusini yaxshilaydigan guruh vitaminga kiradi. Odam yaxshi yuradi, kayfiyati yaxshi yuradi. Keyingisi bu o'zi xohlagan, masalan, kasbda ishlashi yoki o'qishi, ish faoliyatini yuritishi, bu ham nevrologik kasalliklarni oldini olib beradi. Sport xohlagan sportda, masalan, nimaga ko'proq shug'ullanish yoqadi? Hobbi. Suzish, tennis, yengil sport turlari, ular juda ham yaxshi. Keyin kechki payt sayr qilish toza havoda, bu ham odamni kechqurun yaxshi uxlashiga imkoniyat yaratib beradi. Keyin kitob o'qish, bu ham miyani juda ham tinchlantirib beradi, sog'lom fikrlashga olib keladi. Keyin stresslardan uzoq yurish.